nima benzin $1 bo'lar ekan. $5 bo'lsa hamchi yurasan. Mashinani ko'ryapsizlarmi ko'pligini? Sig'may ketdi-ya. Xotirjam bo'l birodar, $5 bo'lsa ham quyib yurasan. Alloh senga o'sha mashinani yurishlikka yarasha pulni beradi. Endi qana, uning sari mashinani kichaytiryapsizlar. Uning sari haligi kichkina mashinalar qimmat bo'lib ketyapti. Birodar, qo'lingda topishing xiroq bo'lsa, rashotingga to'g'ri kelmayapti, mayli, kichkinaroqni min. Ammo tuppa-tuzi puldor akalarimizni ham qarasang, shu bir ob'yom yetmagan mashina minib yuribdi-da. Alloh bergani u bir o'lib ketsa, bir 12 ta issa. Yo'q, birinchi savoli, "Mo'qa mashina minmaysanmi, sen nima deydi? Nechta ichadi?" deydi. Kulmaylar birodarlar, mana shunaqa bo'lib qoldik. Bo'pti, haligi topishi nochor bo'lgan odam ozroq ichadigan mashina olsin. Avariyani ham o'ylaylar. Xudo saqlasin, lekin sababini qilish kerak. Yengil bo'lgan sari, rasxoti oz bo'lgan sari bezopaslikdan ketadi. Bir tomoniga tortsa, ikkinchi tomondan tortilib ketadi. Shuning uchun qo'lida puli bor akalar, sal nima qilinglar? Endi o'zingizlar bilasizlar, u pulinglarni qaysi sarflashdi. Qo'rqmanglar ukalar, akalar. Xo'p, benzin $5 bo'lsa ham qo'yamiz. Mashinani ham minamiz. Agar